中落叶纷繁，星河间几番聚散，我偏要居住这曙光，任天残天暗，围绕在你我之间永恒的誓言，不变誓言般飞向空中后展开那飞藏的线，燃了眼里火尽边沿，一顾盼坠落心间深渊，逆着风影落中涅槃，征途上那远方的人会坚信，征途上那从前的人不语初心。 29 qism. Sevyuan yashinga yakuniy zarba bermoqchi bo'lganda uni Liu Qin to'xtatdi. To'xtatdan Sevyuan namoyon qilish uchun paydo bo'lgan Ziyan ichkarida hamma narsalarni Liu Qinga qo'rqib ketdi. Shundan so'ng Sevyuan bu narsani kompetition oldida mashg'ulotdan boshladi. Kutilmaganda vaqt ichi minora ichidagi energiya to'satdan g'ayrioddiy ravishda ko'tarildi. Minora ichidagi notinchlik vaqtincha bosilgandan so'ng birinchi oqsoqol Suyu kelajakdagi ichki akademiya minorasi ichidagi samoviy alangani murg'lashga yordam berish uchun umid qilgan Sevyuanni bu Sevyuan Kusukining iltimosi rozi bo'ldi. Biroq yurak o'g'lonining asl tanasiga kirishni imkoniyati nihoyatda qiyin edi. Kuchli reytingga imkoniyat munosabatida musobaqada ekanligini bilar edi. Sevyuan umuman qo'rqmadi va boshladi. Sevyuan aka, bu katta musobaqa ichki akademiya salon musobaqasidan nisbatan yuqori darajada. Bu safar hammasi tashqaridan chiqib kelish kerak emas, aks holda 10 deyarli yetdim. Sevyuan aka, albatta qila olasiz. Men qila olaman yoki qila olmayman, aniq ayta olmayman, lekin ishtirok etsangiz siz muammo duch kelmaysiz. Ha, o'zinglar kuchli, ammo u qanday behuda imkoniyat. Men juda hayajondaman, Sevyuan. Katta musobaqa boshlanishidan bir-birimizga to'g'nash kelmasligimizni umid qilaman. Agar sodir bo'lsa, bu juda noqulay bo'lardi. Ha, Liu Qin rankida 2-o'rinda. Bu biz boshda uchrashgan bo'lardik va faqat omadim kulib keldi. Bundan bo'lmasa, siz juda tezligingiz yuqori darajaga urinyapti. Liu Qin kuchi bilan bu aslida Sevyuan tezligidan qo'rqinchli. Yo'q, Sevyuan kuchga egami? U behuda qo'rqinchli bo'lishi mumkinmi? Bir necha kun oldin yana chuqurdan tog'lardan chiqdik. Ha, bu safar uning narsaga erishdingizmi? Buni unut. Bu yirtqich hayvon unda nima borligini bilmayman. Lekin bu uchrashgan lahzada uni dastlabda qo'rqinchli uyg'otdi. Agar biz tezroq qochib ketmaganimizda katta musobaqaga qatnasha olmasdik. Ha, buni qo'lga kirita olmaganingizni bilaman. U kuchli reytingga ega birinchi o'ringa ega. Bu yuqori minorasida eng past darajadagi kuchingiz bo'lishi mumkin. O'sha paytda siz bu imkoniyatdan foydalanib, uni sinfiga ko'rishingiz mumkin. Umid qilamanki bu orada Liu Qin odamlar bilan yana to'qnash kelganingizni eshitdim. Ularning kuch reytingi bir necha nomlar bilan bor. Agar siz ularni raqobatlashishga uchrashganingizda ehtiyot bo'ling. Bu uzoq kutdi. Umid qilamanki bu safar omadingiz biroz yaxshilandi. Voy, yomon yedimi shidda jariyat.
O'shanda men shapaloq urgan qizmashi. O'zingiz imkoniyat berishni istaysizmi? Bunga qo'ya olasiga o'lishdan. Xiaoyan, siz ayolingizni yaxshi boshqarishingiz kerak. Aks holda bu saboq berishimga yordam beraman. Bu yerda jang qilishimiz mumkin emas. Bo'lmagani, bu ammo arenada men. Siz ularga javob bermang. Hamma hozir shu yerda ekan. Ejner akademiyasida grant musobaqasini boshlayman. Boshlansin. Quyida ismlarini 25 ta ko'k tayoqni quyuq qoni oling. 5 ta qizil tayoq mavjud. Hammasi 1/25 dan raqamlangan. Bu bir xil raqamga ega bo'lgan, har xil rangga ega bo'lgan bu kishi bilan duel qiladi. Keyin bir vaqtning o'zida 10 kishi qora tashlash mumkin. Qaranglar, bu zolimni azal yo'qing. Buni hukmron va shafqatsiz aura. Ehtimol u butun ishga kelmang, bu hammasiga yagona. Juda sovuq. Biz sizga ishonamiz, Lihuya. Biz sizni kutib qolamiz. Uchinchi askim. U yerga qanday yetib keldi? Bilmadim. Men uni bunaqasini ko'zini ko'rmadim. Bu tezlik qo'rqinchli, shunday emasmi? Bu chaqonlik texnikasi darajasi past emas. Bu kichkinaga chaqma paylonni evakuatsiya texnikasiga qanday ega bo'lishi mumkin? Bu kichkina qiz kim? Bu kichkina qiz. Bu musobaqada ishtirok etish uchun keldimi? Hazillashyapsanmi? Shunday kichkina qiz-a? Meni yashir, meni ko'rmasin, iltimos. Men deyarli barcha tabletlarni tugatdim. Tushundim. Boshlanishdan oldin barchalarga eshitiraman. Bu musobaqa o'limgacha emas, balki o'zini tutish kerak. Umid qilamanki, zarba berganingizni kuchingizni nazorat qilasiz. Bu chol juda ko'p gapiradi. Men hozir buni qismini bajaraman. Qizil 15. Lekinga mos keladigan bamliq tayoqni chizishingiz mumkin. Movi 15. Jin ursin. Xiaoyan aka, yana raqib bajing bo'lishi kutilmaganda, to'g'rimi? Bu odam haqiqatan ham kamyob. U shunchaki mag'lub bo'ladi. Bu sizga nisbatan nafrat, garchi undan qo'rqmasangiz ham ehtiyot bo'lishingiz kerak. Birinchi o'rin uchun 18 raqam duel o'tkazadi. Musobaqa ishtirokchilari keling. Men bilgandim, men kutgandim, nihoyat kun keldi. Qiziq, raqibim qaysi kuchli shaxs bo'ladi?
Ha, kim bilardi raqibim chindan ham kichkina qiz bo'lishini. Men omadim juda yaxshi keldi. Bu safar yana reklama qilish mumkin emas. Kichkina qizcha, tashlamang. Men sizni osonlik bilan uyga chiqarib yuboraman. Ha, chal, bu hozir boshlaymizmi? Oldinga boring va boshlang. Mehribon bo'lishni unutmang. Kuchli kimning hayotini olmang. Birinchi qizlar ishonch chempionligi nima to'g'ri ekanligini bilasiz. Ob qizcha, bu oson bo'lsa ham. Albatta vaqt o'tkazmaysiz, to'g'rimi? Oxir-oqibat, bu bayching kuchli reytingni 30 bo'lsa ham amaliyotchiman. Bu daho qayerdan paydo bo'ldi? Bu haddan tashqari kuch. Bunday kuchga ega bo'lish, xuddi ustozga aytgandek qo'rqaman. Zaynobek qadimgi hayvon turidir. Bu musht, balki uning zarbalariga qarshi turishga qobiliyati yo'q. Bu Ziyan g'alaba qozondi. Eng sifatli animelar Honey Kingdom nuqtasida. Seni topdim. Haqiqatan ham shafqatsiz. Men bir marta yutganimdan keyin, g'alaba qozonganimdan keyin mag'rurlik bilan keyingi odam siz bo'lishingizni e'lon qilgandan ko'rdim. Bu kabi masalalar o'zim hal qilaman. Siz aralashishingiz shart emas. Menga yordam bermang. O'kilayishda mazali tabletdan to'g'rashga yordam bersing. Endi siz o'sha odamga saboq bering. Mendan qarzdor bo'lib qolasiz. Mayli, men sizga yaxshilik qilaman. Siyoyan. Ziyan bilan qanchalik tanish bo'lgansiz? Katta. Haligi, demak bu sizsiz. Bu musobaqada siz to'g'ri yugurdingiz. Bu musobaqa juda zerikarli. Men ketdim, o'ynashni xohlaman. Haligi Siyoyan, Ziyan bilan yaqinmisizlar? Bu singil kabi. Siyoyan akadan qaytisini aytmoqchiman. Bu arenada uchrashsak, yutqazsam yaxshi. Lekin men juda yomon mag'lubiyatga uchrata olmayman. Bu uchrashganimizdan keyin u sizni noyobligi biladi. Bunday dorchilik so'zlar uchun rahmat. Ikkinchi o'yin raqibim 15. Men nihoyat meni navbatim keldi. Siyoyan, bu hayotni xavf ostiga qo'ysang, seni imtihonlikka kirish imkoniyatidan mahrum bo'lasan. Siyoyan va Baychan, ikki yigit yana to'qnashadimi? Dushmanlar ko'pchilik, ularni ko'pincha. Bu yaxshi chov bo'ladi. Ikkinchi o'yin boshlandi. Bu Baychan o'tgan vaqtga qaraganda ancha kuchliroq bo'lganga o'xshaydi. Sizda qandaydir ishonch bo'lgani ajablanarli emas. Ma'lum bo'lishicha, siz darajadan oshirishni ko'zlanyapsiz. Biroq, faqat bunga ishonishni yetarli emas. Ushbu denigani kuchi haqiqatan ham juda ajoyib. Sizning ochingizmi?
Siyayan, buni kutmagandingiz, to'g'rimi? O'tgan akani mag'lub bo'lgandan keyin akam oxir oqibat kulib qolgan bo'lsa ham, u kam kuchli bo'ldi. Og'zingni ochar. Siyayan, bugun men sizni shafqatsizlarcha mayun qilib qo'yaman. U qandaydir maxfiy tehlika. Garchi u to'rt olovning o'zgarishidan zaifroq bo'lsa ham, men uni e'tibordan chetda qoldirmasligim kerak. Juda tez. Oliy zamin 8 bo'linish. O'l, Siyayan. Oh yo'q, boss. Yaxshi aka. Siyayan bu safar zerikdi. Umid qilamanki vafot etmagan. Bu bolani sog'in yo'qlovmi? Bunday yoshda allaqachon So'mimoni muhurligini boshqara oladi. Bu haqiqatan aql bovar qilmaydigan narsa. Siyayan, bu juda ko'p onani ko'zini quvnatyapti. Yaxshi lut yadro so'lovdan zirhli yashash kuchli himoyaga ega bo'lishini kutmagandi. Biroq do'qi iste'mol qilganda juda og'ir. Siyayan, sizni tez kelmasligini tan olaman, ammo agar men sizni ko'rmagingizni foydalanishga do'qi etayotgandan keyin men allaqachon maqsadimga erishdim. To'ppontirlikka kirmoqchimisiz? Orzu qilmang. O'qtali, portlash! Meni badalash qilmoqchimisan? Portlash! Mag'lubiyat. Bu o'yinda Siyayan g'alaba qozondi. Mana do'stlar, bu animemizni ham tugatib oldik. Va keyingi qismlarda ko'rishguncha deb qolamiz. Anime homiylik asosida ovozlashtirildi. Homiy Halilulloh, ovoz berdi Muhammad. 想提前知道后续剧情，领取福利地址，搜索“斗破苍穹”官方，一起为萧炎哥哥加油吧！
夜深邃，地狱狂风发似飞，疑惑追可曾彷徨疲惫。一抹天颜素相随，彼时身影共进退。心中是波迷雾而归。我踏破云烟往前走，不与是是非非的阴谋。振翅而飞，去战斗，绝不退后。那个舞台少年，一路就不回头，冲破心。